Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Qumquvon agrobank tomonidan Mishroqxon mahallasida muntazam mahallalarda uchrashuvlar olib o'tkazib boramiz tadbirkorlar bilan. Yechimga aytgan masalalar, taklif, muammolar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bunda bizda agrobank tomonidan 312 sonli qaror bo'yicha kreditlarimiz mavjud. Yuridik shaxslarga, oilaviy korxonalar, MCHlarga, jismonlarga 17 millionlik kredit bor, biznesga ko'mak. Mahalla loyihamiz bor. Kapitalga ba'zilar 50 million so'm. Bunda chorvachilik, parrandachilik, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohalariga beriladi. Undan tashqari yoshlarga beriladigan kreditimiz bor. 60-61 sonli. Hamroh ayol bor. Kredit liniyamiz hammasi ochiq. Kimdadir yechilmayotgan bankda plastik omonat, kimdadir chakana kreditlar bo'yicha savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hozir yozib kimda savollar bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Men Mamadov Ilhomman, Guliston mahallasida yashayman. Guliston mahallasida chorvachilik yerlik bilan kapilingiz bor. Ijod ta'lim qilasiz. Ijod ta'lim qilganingizdan keyin katimlaringizni olib, toza bo'lsa, bir kunning evaziga ajratib beramiz. O'zingizni band qilib, hujjatlari bor. Hozir tushuntiraman uni. Mahalla banki agentga topshiradi bankka. 4-da plastik kartochka tushiradi. Yana kimda savollar bor? Yuridik bo'yicha omonat, plastik 212 sonli. Bunda bor. Hammaga rahmat, bo'lmasin. Murojaat bo'lsa